Rostdan ering urdimi? Ha. Ana, sinimni uribdi, endi yirtaman. Ayiraman dada. To'xtatmay meni. Oh, Nimaga? yirtasan. Yaxtay bo'ldimi? Ha? Kuyovni chaqir. Kuyov moshina urib ketdimi? Yo'q, qiz urdi. Menga ozroq boshqacharoq aytding-ku. Siz qizingizga ishonasizmi yo kuyovingizga ishonasizmi? Boshim. Yana nima bo'ldi, qizim? Kuyovingizni 15 ming pulini ishlatdim. Shunga janjal qildi. Davlenam oshib ketdi. Dada, yirtaman uni. Kuyovingizni ayiraman, 15 mingga uradi. Yetibdir. Kuyov nimaga bunaqa qilasiz? 15 mingga paypoq beradi-ku. Shu pulni men o'zim beraman shu pulni. Qanaqa 15 ming so'm? 15 ming dollarimni ishlatgan. Dollar? Qizim, kiyim magazin ochibsanmi? Siz qizingizga ishonasizmi yo kuyovingizga ishonasizmi? Shuni bilmayapman-da. Voy kuyo, yana singlingni gapirdingmi? Yirtaman. Ayiraman, yirtib tashlayman bola. Urushgani kelganimiz yo'q, yirtgich, prosta mehmonga keldik. Ha, har doim urushga kelib o'rganib qolman. Omma yirtaman. Kuyovimga nima qilibdi, doktor? Kuyovingizga kimdir bir haftalar achigan ovqat ichirishibdi-da. Yo siz qizingizga ishonasizmi yo doktorga ishonasizmi? Endi hozir doktorga ishonaman-da. Dada, o'zi kimga ishonamiz? Singlimgami, kuyovgami? Shuni bugun aniqlaymiz. Hammasi sen aybdorsan, tushundingmi? Sen aybdorsan. Bekorlarni aytibsiz. Hozir bilib olamiz, ayb kimdaligini. Singlimni urdimi? Yirtaman, ayiraman. To'xtab, zo'r, bemalol urush o'ringlar. Ayb kimdaligini qaydan bilaman? Endi men